Toza havo, musaffo osmon, yashillikka burkangan tabiat borliqning ana shunday ko'rinishiga ega bo'lishini ta'minlashga bugun barcha birdek mas'ul. Ko'chat ekib bog' yaratish, atrof muhitni toza va ozoda saqlash xalqimizning asriy qadriyatlaridan biriga aylangan. Yashil makon kuzgi ko'chat ekish mavsumi doirasida amalga oshirilayotgan ezgu tashabbuslar viloyatimizning har bir korxona va tashkilotlari, shuningdek, ta'lim maskanlarida qizg'in davom ettirilmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Yashil kelajak umumrespublika marafoni o'tkazildi. Marafonda Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetining bir guruh faol bo'lgan professor o'qituvchilari, xodimlari ham ishtirok etishdi. Dastlab tadbirda onlayn tarzda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi Amanbay Orinboyev va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov so'z olib, ushbu loyihaning ahamiyati xususida gapirishdi va respublika miqyosidagi barcha oliy ta'lim muassasalariga loyiha doirasida ko'chat ekishga start berildi. Mana bugun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri boshchiligida barcha oliy ta'lim muassasalarining rektorlari Qoraqalpog'iston Respublikasida shu Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat daraxt ekish tadbirida ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari barcha respublikamizning barcha hududlarida oliy ta'lim muassasalari hududlarida yoki viloyat hokimliklari tomonidan ajratilgan hududlarda ushbu dastur hududlarda davom ettirilmoqda. Mana bugun bizni Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida ham ushbu dastur doirasida universitetimizni hududida 200 tup manzarali daraxt ko'chatlarini ekish tadbiri bo'lib o'tmoqda. Bunda universitet jamoasi, universitet talabalari, professor o'qituvchilari ishtirok etishmoqda. Ushbu ekilayotgan daraxt ko'chatlari bu universitetimiz hududida bir o'ziga yarasha bir manzarani kashf etadi. Undan tashqari ekologik tomondan havomizni bir toza bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari bilan bir talabalar jamoa o'rtasida o'ziga yarasha bir tarbiyaviy ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Loyiha doirasida universitet huzuridagi Turizm akademiyasi hovlisiga turli xildagi 200 ga yaqin manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bu ko'chatlarning ekilishi kelgusida nafaqat hududni yashillikka burkash, balki atrof muhitni toza va ozoda saqlashga xizmat qiladi.